Assalomu alaykum do'stlar. 2025-yil 9-aprel sanasida toza havoga keldik do'stlar. Eng baland joyda turibmiz, Farg'onaning quvasida. Eng qizig'i yomg'ir sevalab yog'yapti. Batda baxmal bo'lib bog'imizda lola ochilgan do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Bag'da o'ribok qilganmiz, ag'da gilos boqganmiz. Yaqinroq keling do'stlar. 2 yashalik o'riydi. Qilganiga baho bergan bu jonivorda. Mana o'tganlik kelgan bir 2-yoshda. Bargidan mevasi ko'p. Buni sal ozaytirib qo'yamiz, chunki korobkaga sotamiz. Bu sorti yubiley navoiy bargigan bo'ladi do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Olganiga baho beriladi. Ko'rishlaringiz mumkin. O'lik bog'imiz mana xudo xolasa zo'r. Yaqinroq olib kelavering. Do'stlar tabiatni ko'ringlar. Eng qizig'i bahor gilos ertangi birinchi bo'lib uzamiz xudo xolasa. Hech chiqarib ham o'tamiz. Nechta sotilyapti, nima bo'lyapti, hammasini chiqarib o'tamiz. Toza havo bemalol kelishlaring mumkin, xudo xolasa. Giloslar ham xudo xolasa 90% ushlab o'tdi, ko'rishlaring mumkin, ko'rsatib. Inshaalloh Allohning bergan mo'jizasiga shukr. Do'stlar, uni ko'ringlar gilosni. Olganini ko'ringlar mana, gulini ushlab olgan mana. No'xatdaqa bo'lib qoldi. Birinchi bo'lib inshaalloh uzamiz, qilganini ko'ringlar. Mana mevani ko'ringlar. Meva o'ta zo'r, xudo xolasa, ko'rishlaring mumkin. Mana nechta sotilyapti, hammasini qo'yib o'tamiz. Mehnatlarga do'stlar like bosib qo'yamiz.